523 guruh talabasi Isroil va Husniyning erta tashxis va abilitatsiya fanini taqdimoti. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz ilk yoshdagi bolalarda reabilitatsiya ishlarini olib borish. Bugungi rejalarimiz ilk yoshdagi bolalarga reabilitatsion ishlarni tashkil etish. Ikkinchisi, bolalarning jismoniy, psixologik, nutqiy va ijtimoiy rivojlanishini baholash. Uchinchisi, oilaviy muhitni o'rganish va kerakli hollarda ijtimoiy yordam ko'rsatish. İlk yoshdagi bolalarga reabilitatsion ishlarni tashkil etish bu bolaning ijtimoiy, psixologik, jismoniy va nutqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim jarayon bo'lib, ayniqsa imkoniyati cheklangan yoki rivojlanishida orqada qolayotgan bolalar uchun juda zarur. Reabilitatsion jarayon bolalar uchun nuqsonini erta aniqlash va ularga oldinroq yordam berish uchun juda ham muhim hisoblanadi. Bolalar uchun tibbiy reabilitatsion yordam, ijtimoiy moslashuv va muhitni moslashtirish, psixologik, pedagogik yordam berish juda muhim hisoblanadi. Erta aralashuv xizmatlari. Bola erta yoshdanoq rivojlanishida muammolar bo'lsa, imkon qadar erta aniqlash va yordam berish uning kelajakdagi salomatligi va ijtimoiy integratsiyasi uchun muhim hisoblanadi. Nutqini rivojlantirish bo'yicha reabilitatsiya oddiy so'zlar, tovushlar, imo-ishoralar orqali bolaning nutqiy faoliyatini rag'batlantirish, logopedik mashg'ulotlar, talaffuz, nutqini tushunish, so'z boyligini oshirish, ota-onaga bolaning nutqini rivojlantirishda qanday faol bo'lish bo'yicha ko'rsatmalar berish. Sensor integratsiya terapiyasi turli sezgi organlar, eshitish, ko'rish, teginish, muvozanat orqali bolaning hissiy va harakat faoliyatini uyg'unlashtirish hisoblanadi. Jismoniy rivojlanish bu bola organizmining o'sishi va harakatlanish qobiliyatini baholaydi. Asosiy mezonlar vazn va bo'y, yoshiga mos o'sish sur'ati. Motorika, yirik motorika, emaklash, yurish, yugurish, sakrash, nozik motorika, qo'l harakatlari, qalamni ushlash, tugmalarni ilish. Uy sharoitida ota-onalar ham bolalarga yordam ko'rsatishi mumkin. Masalan, nuqsonli bolalar uchun oddiy qo'l motorikalarini rivojlantirish uchun donli mahsulotlardan, dukkakli mahsulotlardan foydalanishi yoki oddiy o'zining ko'ylak tugmasini qadashi, eshik ochishi, tuflisining ipini bog'lashi ham ularning nozik motorikasini rivojlantirish uchun muhim hisoblanadi. Psixik rivojlanish bu bolaning hissiy holati, ijtimoiy munosabatlari va kognitiv qobiliyatlarini qamrab oladi. Asosiy ko'rsatkichlar eshitish va diqqat, atrofdagi tovushlarga e'tibor, ismga javob qaytarish, xotira va tafakkur, o'yinchoqlarni eslab qolish, muammolarni hal qilishga urinish. Oilaviy muhitni o'rganish va unga yordam berish bu jamiyatning sog'lom rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Quyida bu jarayonni tushunishga va amaliy yordam ko'rsatishga oid asosiy yo'nalishlar keltirilgan. Bular psixologik yordam va ma'naviy ma'rifiy yordam hisoblanadi. Psixologik yordam ota-onalar uchun psixologik treninglar va maslahatlar, bolalar bilan individual yoki guruhli suhbatlar, oilaviy maslahatlar markaziga yo'naltirish. Ma'naviy ma'rifiy yordam esa ota-onalar uchun tarbiya va muloqot madaniyati bo'yicha seminarlar, kitoblar, video materiallar, treninglar orqali ongli tarbiya hisoblanadi. Bolaning jismoniy, aqliy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishida muammolar kuzatilganda yoki xavf mavjud bo'lganda ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va tiklashga qaratilgan kompleks jarayondir. Xulosa qilib aytganda, ilk yoshdagi bolalarga reabilitatsion ishlarni tashkil etish bu bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan muhim va murakkab jarayon bo'lib, u erta tashxis, individual yondashuv va oilaviy ishtirokni talab etadi. Bolalar uchun yordam berishda psixolog,
shifokor, ota-ona, nevropatolog, logoped birgalikda yordam berish zarur hisoblanadi. Shundagina bolalardagi o'zgarishlar juda ham yaqqol ko'zga tashlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.